Yashil makon, yashil makon. Bor bir ulkan sayyora, nomidir yashil makon. Metin, Zuzu, Binafsha, Jasur, unga posbon. Dala-tog' o'rmonlarni asrash ularning burchi. Tabiatni asrashga sarflaydilar bor kuchin. Tuproq, suv, zamin, havo, top-toza bo'lsin har on. Gulga burkansin doim sayyora, yashil makon. O'ylab ko'ring, har bir tashlangan plastik idish yillar davomida tuproqni zaharlaydi. Yashab turgan dunyomiz chiqindilar bilan to'lib tabiatni yo'q qiladi. Har bir kesilgan daraxt nafas olishimiz uchun kerak bo'lgan havoni yo'q qiladi. Yer osti suvlarining ifloslanishi inson salomatligiga jiddiy xavf tug'diradi. Bugungi kichik o'zgarishlar kelajakdagi katta imkoniyatlar yoki falokat bo'lishi mumkin. Tabiatga, avlodlarga va sayyoramizga mas'uliyatli bo'ling. Voy! Endi nima qilaman? Oyim bilib qolsa mendan xafa bo'ladilar. Binafsha tuzatib bera olmasmikin? Yerto'laga tushib ko'rishim kerak. Balki boshqa yerga ko'chib ketarmiz. Atrofimizdagi o'simliklar qurib boryapti. Tuproqda nimadir bor. Mevalar mazasi o'zgarib qolgan. To'g'ri aytasan. Boshqa joydan uy olishimiz kerakmi, yo'qmi, o'zim ham bilmayman. Bolaligimiz shu yerda o'tdi. Binafsha qanaqa ixtirolar qilayotgan ekan? Voy! Voy! Yo, men buzmadim. Bu faqat o'zi harakat qildi. Siz meni laboratoriyamda haliyam nimaga tegish kerakligini bilmaysiz-a? Bu robot suvdan tabiiy energiya olish texnologiyasini sinovdan o'tkazayotgandi. Siz esa robotni tushirib yubordingiz. Robotlar suvdan energiya oladimi? Bu o'simliklar uchunmi? Buni ishlatib ko'rsam bo'ladimi? Ha, bu texnologiya yordamida kapsulalarda o'simliklarni tez, oson yetishtirish mumkin. Demak, men o'rmonni bu yerga olib kelishim mumkin ekan-da. Binafsha, yur, ko'hna imon yoniga boramiz. Ozroq hordiq chiqarib, toza havoda sayr qilamiz. O'rmonda yangi daraxtlar ekilganini eshitgandim. Ko'rgani boramiz. Yura qol. Aka, yerto'laga nimaga tushgandingiz? Qo'yaver, arzimagan narsa edi. Yergatik, undan ko'ra menga yetib ol. Qahramon bo'lish uchun katta kuch yoki maxsus kiyim kerak deb o'ylardim. Lekin biz oddiy bolalar ham nimadir qila olamiz deb o'ylayman. To'g'ri aka, qahramonlik bu kuch emas, yurakdagi jasorat. Kichik amallar katta o'zgarishlar keltiradi. Qahramonlik bu faqat g'alaba emas, balki himoya qilish ham. Har bir ko'chat bizning g'alabamiz.
ko'chatlar katta bo'lib, ulkan daraxtga aylanadi, aka. Demak, bugun yana bitta katta g'alaba sari ketyapmiz. Bu tuproq tirik emas. Butunlay zararlangan. O'simliklar bu yerda o'sa olmaydi. Buni kim qildi? Axir bu o'rmon hammamizniki-ku. Biz nimadir qilishimiz kerak, aka. Hozir bo'lmasa, kech bo'ladi. Binafsha, bu yerda nimadir bor. Ha? Voy bechora, bu yerda nimaga bunchalik qo'rqib o'tiribdi? Kel yoniga boramiz. U nima deyapti? U bizga nimadir demoqchi, lekin hech nimani tushunmayapman. Uklan, sen xavfsizsan. Hech kim senga zarar yetkazmaydi. Va nihoyat gapira olishim mumkin. Men odamlar tilida gapira olmasdim. Bu qanday texnologiya? Endi u gapira oladimi? Ha, bu apparat hayvonlarning tilini bizning tilga o'giradi. U nima demoqchi ekanligini tushunasiz. Bu o'rmon ilgari juda go'zal edi. O'rmonning har joyida daraxtlar, qushlar va hayvonlar yashardi. Lekin odamlar kelishdi. Dastlab ular dam olish uchun kelishdi. Sekin-sekin ular o'zlari bilan chiqindilarni olib kelishdi va bu joyni axlatga to'ldirishdi. O'rmon ichkarisida ham, tashqarisida ham axlatlar. Keyin badbo'y hid tarala boshladi. Yomg'ir yog'di. Yomg'irdan keyin biroz havo tozalandi, lekin biroz vaqt o'tib o'simliklar quriy boshladi. Hamma yerda chirindi hidi. Ulkan eman qulab tushdi. Men bu yerda yashardim. Mening oilam bor edi. Men ularni yo'qotdim. Ular ketishdi. Uylari buzildi. Juda ko'p hayvonlar nobud bo'ldi. Men bu o'rmondagi oxirgi olmaxonman. Men bu eman daraxtida yashardim. Bu mening uyim edi. Endi hammasi tugadi. Mening boshqa umidim yo'q. Biz senga yordam beramiz. O'rmonni qayta tiklaymiz. Sen yolg'iz qolmaysan. Zuzuni uyi yo'q qilingan bo'lsa, biz uni qayta tiklashimiz mumkin. Siz yaxshi bolalarsiz. Men bilaman. Biz o'rmonni yana hayotga qaytaramiz. Oy. Binafsha, bu yerda nimadir bor. Qanun yaxshiroq ko'raylik-chi? Bu robot. Bu oddiy robot emas. Juda ko'p funksiyali ko'rinadi, lekin u o'chgan va ehtimol energiyasi tugagan. Men uni ishga tushirishga harakat qilib ko'raman. Salom. Kim bu? Qayerdaman? U gapiryapti. Binafsha, sen uni ishlatding. Ha, lekin hali to'liq quvvat olgani yo'q. Men metinman, tabiatni asrash uchun maxsus ishlab chiqilganman. Kutilmagan hodisa tufayli energiyam tugadi va shu yerda qolib ketdim. Metinni laboratoriyamizga olib borib, to'liq qayta tiklashimiz kerak. Binafsha, aniq bu narsa ish beradimi? Bilmasam, aka, nazariy tarafdan ishlash kerak. Voy! Nima? Oy, Oy. Rahmat senga quyoncha. Bolalar, men o'rmonga qaytib qolgan ishimni davom ettirishim kerak. Daraxtlarni qayta tiklashimiz uchun tuproq holatini o'zgartirish unumdorligi oshirib, toksinlardan tozalashimiz kerak. Biz ham senga yordam beramiz. O'rmonni birgalikda qutqaramiz. Menda bir fikr bor. Bir jamoa bo'lib, o'rmonni qutqarishimiz uchun bizga qo'rg'on kerak bo'ladi. Shu yerda turib, o'rmon holatini ko'rib boramiz. Tuproq unumdorligi o'ziga qayta boshlashi bilan daraxtlar ekamiz. Metin bizga yordam bersa, observatoriyani o'rmon ichida qurishimiz mumkin. Ajoyib. Menimcha, ulkan eman eng mos joy observatoriya uchun. G'ayrat bilan ishni boshlaymiz, qahramonlar.
voy voy. Kichik qadamlar katta o'zgarishlarni olib keladi. Biz o'rmonni asrab qoldik. Biz buni uddaladik. Bu boshlanishi aka. Birgalikda hammasini to'g'irlaymiz.